Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Men Oltinsoy tuman axborot kutubxona markazi mutaxassisi bugun sizlarga Ulug'bek Hamdamning Muvozanat romani haqida tavsiyaviy sharh berib o'taman. Tavba, odamlar bir-birlari bilan urushib yurishsa, men doim o'zim bilan o'zim jang qilaman. Boshqalar bilan olishishga menda na fursat bor va na rag'bat bor deya boshlanuvchi ushbu asarda e'tiboringizga havola etilayotgan kitob qahramoni Yusufni hamisha mana shunday chigalliklar qarshisida uchratasiz. U hamisha yashashdan ma'no axtarar ekan, qalbidagi bezovtalikdan xalos bo'la olmaydi. Bu bezovtalik birda moddiyat, birda ma'naviy yetishmovchilik bilan bog'liq bo'lgan holda, uni tinimsiz qarshiliklar, o'z-o'zidan qoniqmaslik, qalban hamisha o'zini yolg'iz his qilish kabilarda namoyon bo'ladi. Ammo uning qalbida qat'iyat va ishonch bor. Boshiga tushgan ming bir azoblar, jigarbandining vafoti, oilasining tanazzuliga qaramay u boshqa yo'lni tanlolmaydi. Boshqacha yasholmaydi. Bir qarashda qalbi uyg'oq bu qahramonning iztiroblariga sherik bo'lgingiz, uning o'rniga o'zingizni qo'yib yashash uchun osonroq, yengilroq yo'lni tanlagingiz keladi. Ammo yaxshisi mutolaadan so'ng suhbatimizni davom ettiramiz. Aziz kitobxonlar, albatta bu kitobni o'qib chiqishingizni tavsiya etaman.